imtihon quyidagi tarzda bo'ladi. Bizni platformamizda chap taraf tepada bizni logotipimiz, o'rtada bo'lsa tepada til tanlashingiz mumkin. Lotin, kiril, ruscha. O'ng taraf tepada vaqt qanday ketyapgani bo'yicha bu yerda, ya'ni tepada savoli, chap tarafda variantlar, o'ng tarafda rasmli savollar bo'lsa rasm chiqadi, rasmsiz savollar bo'lsa quyidagi ko'rinishdagi rasm chiqadi. Pastda bo'lsa 20 ta savol variantlari bilan avtomatik bu test imtihonda qanaqa bo'lsa, xuddi shu tarzda deyarli 90%, 95% shu tarzda ishlab chiqilgan. Misol uchun mana ikkita xato qildim. 3-xatoyim, misol to'g'ri savolga javob bersam yashil, noto'g'ri javob bersam qizil chiqadi. Mana afsus, siz testdan o'ta olmadingiz. Yakunlash. Men testdan yiqildim. Shunaqa qilib o'zingiz ustingizda ishlashingiz mumkin.